Xayrli kech azizlar. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Sizlar bilan bugun ashiburi tayyorlashni o'rganamiz. Bu nima edi deysizmi? Hozir kuzatib turing, men sizga tushuntirib, ko'rsatib, tayyorlashni o'rgatib qo'yaman va sizga inshaalloh foydali bo'ladi. Restorator, restoran egalari va restoran boshqaruvchilari va restoranda ishlaydigan xodimlar uchun. Restoraningizda vlajniy salfetka qolmay qolsa, siz mana shunaqa gostivoy salfetkani olib, qaynoq 70-90 80 gradusli suvlarga botirib olishingiz mumkin va botirib olganingizdan keyin buni hamma suvini tarelkaga chiqarib tashlaysiz. Pichoqlarda bosib, sekin suvlari o'sha tarelkada qoladi. Ikkiga buklaysiz. Buni qoshiq, pichoq, yulkalarda bajarsanglar bo'ladi, bemalol yoki shipchiklarda. Imkon qadar qoshiq, pichoq, yulkalarda bajarishingiz o'zingizga yaxshi, qo'lingiz kuymaydi va mana shu yerda отдельно turgan tarelkamiz bor. Shunga solib mehmonlarga tortiq qilasiz va mehmonlarimiz bu salfetkani bemalol qo'lligini artishligi mumkin bo'ladi. Issiq salfetka deydi. Agar suvi ko'p bo'lsa, buni siqib olishadi. Kichkina tarelkani o'ziga siqib olib, chetda ishlatishadi. Parashok hidi bor, yaxshi linor hidi bor. Yog', baliq xo'randalari, kriyolshka xo'randalariga yaxshi. Bilsangiz agar tirnoqning chetida qolib ketadigan kirlar, ichiga kirib qoladigan shappiklar o'shani tozalab chiqazadi. Buni Xorazmda o'rgandim va sizlarga foyda bo'lsin deb bugun shu lifehack bilan sizlar bilan bo'lishdim. Buni ismi ashiburi. Esingizda qolsin, faqat issiq suvda qilinglar va gostivoy salfetka oppoq va yumshoq va toza bo'lsin. Ko'rib turganingizdek, yumshoq salfetkaga bajardik buni. Issiq harorati ham mehmonlarga juda foyda bo'ladi. Sizlarga tirijak, mana shunaqa iceberg, issiq suv, qoshiq, pichoq, yulka yokida shipshik kerak bo'ladi. Gostivoy salfetkani akkuratni taxlab olinglar. Taxlashni ham o'rgatib o'taman, qarang. Ruchnikka xuddi shunaqa taxlaysiz-ku, ruchnikka taxladingiz, o'rtasidan bo'lasiz. O'rtasidan bo'lganingizda buni chetga ayirasiz. O'sha bunisi ham ikkita aylanadi bo'ladi, ikkita aylana hosil bo'ladi. Xuddi ko'rganingizdek, xuddi shu tartibda turadi. Va xuddi shu tartibda bersangiz bo'ladi yoki kichkinaroq qilib bersangiz bo'ladi. Va mehmonga eslatib o'ting juda ham qaynoqligini va aytib keting, opa yoki mehmon, hurmatli mehmon yoki akajon, bu bizda ashiburi, sizga shuni tortiq qildik. Baliqdan keyin qo'lingizni artib yoki kriyolshkadan keyin qo'lingizni artib, bemalol qo'llaringizni tozalab olsangiz bo'ladi deb. Inshaalloh yaxshi chiviylar. Avvalambor chiviy bo'lmasa ham bu sizni restoraningizni reputatsiyasi oshishiga yordam beradi. Yoqqan bo'lsa like, kommentariy, podpiska tashlab qo'yinglar. Yaxshi videolar sizlar uchun. Sizlar bilan servis menejer Musayev Abdulfattoh. Rahmat.